Farzand uchun eng og'ir narsa nima ekan bilasizlarmi? Farzand uchun eng og'ir narsa onasi buzuq tabiat ayol ekanligini bilishi. Onasi yengiltay ayol ekanligini bilishi bilan farzand sinib ketar ekan. Bu eng og'ir narsa, Alloh asrasin. Qiz farzand bo'lsin, o'g'il farzand bo'lsin qizig'i yo'q. O'g'il farzand bo'lsa, temboli g'urur parcha-parcha bo'lib ketadi. Chunki inson qanaqa yaratilgan desa, inson u qanaqa millat, qanaqa din vakili bo'lishidan qat'iy nazar, insonning aqli buzuqlik va poklik degan narsani ajratadi. Endi o'ylab ko'ring, o'z onasi buzuq bo'lib tursa, farzandlarni oldida boshqa bir erkaklar bilan munosabat qilib tursa, farzand uchun eng og'ir narsa. Chunki ota-ona farzand uchun muqaddas hisoblanadi. Uni tarbiya qila olmaysiz. Ko'rib, hamma narsani kuzatadi, ichiga yutadi u farzand. O'shaning uchun eski ota-onalarimiz 40-50 dan oshgandan keyin duogo'y bo'lishgan. Farzandi oldida har xil narsa qilisha olmagan, xijolat qilishgan, o'zlarini tiyishgan. Xudodan qo'rqish bitta bo'lsa, farzand oldida xijolat bo'lish ikkinchi masala bo'lgan. Hozir kunda qanaqa desa, 40-50 dan oshgan ayollar ba'zilari duogo'y bo'lishi o'rniga hali ham nafsini orqasida, hali ham nafsini go'zal qondirish bilan ovora. Shu uchun ham farzand qariganida hurmat qilmaydi uni. Ko'p hollarda buzuq tabiat ayollarning farzandi o'z oilasi bilan ketadi. Onasini hurmat qilmaydi. Chunki onasida hurmat qilinadigan hech bir narsa yo'q deb biladi. Demak, farzandlarning kelajagi uchun ham inson o'ylab ish qilish kerak. Inson o'z nafsini qurboni o'zi bo'lish bilan birga farzandlarini ham o'sha nafsini qurboniga aylantiradi.